Barchaga salom do'stlar. Men sizlar bilan Zaki Uz do'stlar. Zaki Uz emas, nomimni o'zgartirdim. Gorilla Uz do'stlar. Do'stlar, hozir biz sizlar bilan top 4 ta modni ko'rib chiqamiz. Birinchisi va mana tepamda mana bu narsa turibdi. Hozir ko'rsatib o'taman. Mana shu narsa birinchi mod. Do'stlar, endi ikkinchi modimizga hop olamiz. Ikkinchi modimiz mana mashina modi do'stlar. Buni qayerdan topamiz desalaring, sizlar Zaki Uz deb yozasiz va siz xuddi o'sha kanal Zaki Uz deb yozsangiz o'sha kanal chiqib keladi. Hop. Do'stlar, hoppa. Endi uchinchi modimiz mana bu, mana uy modi do'stlar. Sizlar uyda qurgilaring kelmay qolsa, mana shu yerda mana bu qasr, masalan qasr. Mana bitirib qo'yasizlar. Hozir mana uy tayyor. Mana do'stlar, uy tayyor. Hop. Uyimizning hamma yo'g'ini ko'rib chiqamiz. Xo'sh. Bu yerda yotoq do'stlar. Do'stlar, sizlar Telegram kanalini topa olmasalaring, Zaki Uz degan deysizlar. Aytganimdek Zaki Uz. Mana shunday yoziladi. Xo'p, mana